Xudo xolasa bir tomonimiz bitdi. Xo'p. Chotki ko'rinishlari. Bu ham hali qo'l kesmaydigan qilib ishlab chiqdik. Tekis qilib. Soqqalarimiz ham joy-joyida, sentrga unnagan. Pastiga lenta quyib yubordik 10 da. Bu ko'rinishiga pasatga ishladik. Ozmos. Zadan kirishda ham allambalo bo'lib turibdi. Ajoyib ko'rkam bo'lib. Manalarda ham mana harakat ketyapti. U tomonlarga kuyib bo'lindi mana. Sekin ochit. Mana pashti bo'ldi hisob. Ikkita stoykani qo'ysam, perila muammo emas, xudo xolasa.